هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure A'raf 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağı İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresinin 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure A'raf 206 ayet Mekke'de nazil bolgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, lam, mim, sad. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarni agahlandırışın, müminlerge vaz nasihat kılışın için bu kitap, yani Kur'an sana nazil kılındı. Onundan, yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışıdan ensirep yürükin sıkılmasın. Ey insanlar, sizler Rabbinla tarafından sizlerge nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ergişinler. Allah'ını koyup cinlardan ve insanlardan boğan, sizlerini azdırdıgan dostlarga ergeşmenler. Sizler vaz nasihatini az kabul kılısılar. Elif, lam, mim, sad. Üzüp okuladigan elif ba harfler hakkında Sure Baqara'da to'xtalgan edik. Bu kitap, yani Kur'an sana nazil kılındı. Yani bu kitap sana Rabbin tarafından nazil kılındı. Onundan, yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışıdan ensirep yürüken sıkılmasın. Mücahid, Qatada ve Suddi qatarlıqlar bu ayetin manisi Kur'an'a qarata hiç qandaq bir şek bolup qalmasın deganlikdir dedi. Bu ayetin manisi sen Kur'an'ı yetkizishda ve onun bilen agahlandırışda sıkınçılık his qilma degan ko'z qarashim bor. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen müşriklarning salgan jafosiga irodilik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarni agahlandırışın, müminlerge vaz nasihat qilishing uchun bu Kur'an'ı nazil qildik. Ondan Allah Teala bütün insanlarga hitap qilib mundaq deydi. Ey insanlar, sizler Rabbinlar tarafından sizlerge nazil qilingan kitapga, yani Kur'an'a ergişinglar. Yani barliq mavjudatning Rabbi ve igisi bolgan Allah Teala tarafından sizlerge tushirilgan Kur'an'ni ilib kelgan savadsız Peygamberinin iş izlariga ergişinglar. Allah'ını koyup cinlardan ve insanlardan boğan sizlerini azdırdıgan dostlarga ergeşmenglar. Yani sizler Peygamber körsetken yoldan başka yolga çıkıp ketmenglar. Eğer çıkıp ketsanglar, Allah Teala'nın hükmüden başkasının hükmüge çıkıp ketken bolasizlar. Sizler vaz nasihatini az qabul qilsizlar. Bu ayetning ma'nosi tuvendek ayetlarning ma'nosiga o'xshash. Sen gerçi kişilerinin iman etişiğe hiris bolsangmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Eğer sen yeryüzüdeki köpçülük kişiler, yani kuffarlarga itaat kılsan, ular seni Allah'ın yoludan azdırdı. Ularning to'lisi Allah'a şirk keltirip turup işinidir. Yani Allah'ını yaratqıcı, rızık bergici deb ixro qilish bilan billa butlağımı çoğunudu.
Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechisi yoki tushdiki uxlayotgan chog'larda keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Allah topshirgan vazifani ado qildingmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Halok qilingan shaharning ahvoli to'g'risida. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Ya'ni biz nurg'un shahar aholilarini ularning payg'ambarlarimizga qarshilik qilganligi va ularni inkor qilganligi uchun halok qildik. Ularning shu qilmishlari o'zlariga dunyo va oxiratning rasvoligini elib keldi. Payg'ambarlarga qarshilik qilguvchilarning halok qilinganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilinguvchilar masxir qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Masxir qilguvchilar masxir qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi keyf safoliq turmush kechirdi. Bu ularning turalg'i joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol mulki va yurtiga biz varislik qildik. Bizning azobimiz ularga kechisi yoki tushdiki uxlayotgan chog'larda keldi. Ya'ni Alloh taolaning buyruqi va g'azabi kelganda ular kechilik uyquda yoki kunduzlik dam olish uyqusida edi. Bu dal kishilarning o'yin tomosha qilish va uxlash bilan bexud turadigan vaqtlari edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qildigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi? Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi? Hilmikir ishiltib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi? Yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larida jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi? Bu chog'da ular qechib qutula olmaydi. Yoki Allohning o'zlarini qadam-muqaddam jazolashidan qo'rqmamdi? Sizlarning Robbinglar albatta marhamatlikdir, mehribondir. Shuni sizlarni oldirib jazolamadi. Bizning azobimiz kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularga azob kelgandilar, ondan o'zlarining xatolashganliklarini e'tirof qilishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: Qochmanglar, boyasha turmushinglarga, turalg'i joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin. Ular: "Voy iset, haqiqatan biz zolim bo'libdik" deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. La havla va la quvvata illa billah.
Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi. Payg'ambarlarga nim bilan javob berdinglar? Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan deydi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida payg'ambar avatilgan ummatlardan sizlar payg'ambarlarga nima deb javob qaytardinglar deb so'raydi. Shundaqla payg'ambarlardanmi men sizlarga topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raydi. Shunga Ali ibn Abu Talha payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning payg'ambarlarmi o'zlarining dinini yetkazishdan iborat vazifasidan so'rildi deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrılmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi qiyomat kuni nomi amal xotirlangan kitob ochiladi-da, o kitob ularning qilmishlarini bir-birlab so'zlaydi deganlik bo'ladi dedi. Biz ulardan ayrılmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvollaridan xabardormiz. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni bandalariga so'zlagan gap sözünü qilgan ish harakatlarini mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, birini qo'ymay xabar qiladi. Chunki Alloh taolo hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Shunga Alloh taologa hech qanday narsa yo'shirin emasdir. Alloh taolo ko'zlarning xiyonatini va dillardagi sirlarni biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmeydiğin birer sümü yok. Meyli karanlığı yer astidagi birer dani uruk bolsun, meyli höl kuruk, meyli höl kuruk yoki höl nesi bolsun, hemmesi Allah'a ma'lum bulup, Lavhul Mahfuzda yazıqlıqdır. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Amallarning o'lchinadiganligi to'g'risida bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Ya'ni qiyomat kuni bandalarning barliq ish harakati, amal ibodatlari taroziga silindi. Alloh taolo hech bir kishiga zulm qilmaydi. Bu oyatning ma'nosi tövendagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichichaqliq amali bo'lsa, qichichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah onu hassilab ziyoda qiladi. Öz dergahidan büyük ajr, ya'ni cennet ata qiladi. Tarozi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngillik turmushda, ya'ni nozi ne'matlik jannati bo'ladi. Tarozi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketgan, ya yaxshilik bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan?
haviye qiziq o'tdir. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarazisi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishkichilardir. Tarazisi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortqichilardir. Cehennemde mengü qalğıçılardır. Qiyomat kuni taroziga qo'yiladigan narsa kishilarning barliq ish harakat va amal ibodatlaridir. Navoda mazkur amal ibodat va ish harakatlar ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy bir narsa tursa, uni qandoqmi tarozida o'lchigili bo'ladi degan savol qo'yilsa, buningga tuvandagi javoblar berildi. Birinci, ish harakat, amal ibodatlar gerçi ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy narsalar bo'lsa-mu, Alloh taolo uni qiyomat kunida moddiy jism shakliga o'zgartirib etadi. Bu vaqtda İmam Bag'aviy İbn Abbas radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni ma'naviy narsaning moddiy narsaga o'zgarib keladiganligini tuvandagi hadislarni dalillaydi. İmam Muslim mundaq rivoyat qiladi. Sura Baqara va Sura Al-Imron qiyomat kunida ikki parcha cho'ng bulutdek yoki ikki soyivandek yoki bir-biriga yaqin tizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib keladi. İmam İbn Majah Qur'on to'g'riliq mundaq deydi. Qiyomat kuni Qur'on o'qigan kishilarning qishig'i chiroyidan holsizlik chiqib turgan yosh yigitning suratida keladi. Uningdan sen kim deb so'ralganda u men sizlarni kechalari uyqudan, kunduzlari normal yeb ichib yashashdan to'sib qo'ygan Qur'on bo'laman deydi. Baroning qabridagi savol to'g'risida so'zlangan hadisida mundaq deyilgan. Mu'minning qishig'a teni xushbo'y, chiroyli bir yigit keladi. Mu'min uningdan sen kim deb so'raydi. O yigit, men senin qilgan yaxshi amallaring bo'laman deydi. Ammo kafir munofiqlar bo'lsa, dal buning aksicha ahvol yuz berdi. Ikkinchi, ish harakat, amal ibodatlar yozilgan kitob taroziga qo'yiladi. Buni la ilaha illalloh deb yozilgan tavhid kartushkasi haqida kelgan hadis dalillaydi. Hadisda mundaq kelgan. Qiyomat kuni bir odam uchun o odamning ish harakat, amal ibodatlari yozilgan daftaridan 99 dona daftar keltirildi. Har bir daftarning cho'ngligi ko'z yetim yergichi bo'lib, bular tarozining bir tarafiga qo'yiladi. Ondan tavhid kalimasi yozilgan kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yilish uchun keltirildi. O adam, ey Rabbim, shunchalik cho'ng daftarlarning oldida bu kartochka qanchalik ig'irlikda o'ltiradi deydi. Alloh taolo o odamga sana uvol qilinmaydi deydi-da, shu kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yiladi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom undaq deydi. Tarozida o daftarlar yengil, tavhid kalimasi yozilgan kartochka ig'ir o'ltiradi. Bu hadisini İmam Tirmizi shundaq rivoyat qilgan. Uchinchi, ish harakat, amal ibodatlarni qilgan odamning o'zi taroziga qo'yiladi. Tuvandagi hadis bu mazmunni dalillaydi. Hadisda mundaq keldi. Qiyomat kuni nihoyat bestlik, semiz bir odam taroziga qo'yiladi. O odam shuncha bestlik turqi bilan tarozida pashining qanchalik ig'irlikda o'ltirmaydi. Hadis rivoyat qiluvchi bunga dalil keltirib, qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun fazileti to'g'risida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom sizlar uning ikki pochiqining inchikligidan hayron qilyapsizlar. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, uning ikki pochiqi qiyomat kunida tarozida Uhud teg'idan ig'ir o'ltirdi. Yuqorida kelgan hadislarni shundoq birlashtirishga bo'ladiki, bir qitimda insonning moddiy narsasiga o'zgartirilgan ish-harakat, amal ibodatlari, bir qitimda ish-harakat, amal ibodatlar va yana bir qitimda ish-harakat, amal ibodat qilguvchining o'zi taroziga qo'yilishi mumkin. Shubhisizki sizlarni ziminda yerlashtirdik. Ziminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Rabbinglarning mushundaq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda oz shukr qilsizlar. Osmon zimindagi barliq ne'matlarning inson uchun yaratilganligi to'g'risida. Bu oyatda Allah Taala bendilerge ata qilgan tövendeki ne'matlarni eskartib o'tdi. O ne'matlar bo'lsa-mu Allah Taala'nın ziminni yaşaydigan makan qilib, uningda tog' daryolarni barpo qilganligi, uy makonlarni hozirlab berganligi, zimindagi barliq foydali narsalardan insonlarning foydalanishiga ruxsat qilganligi, zimindagi insonlar foydalanadigan o'simlik ve ziraatlarni o'stirishi uchun bulutlarni bo'ysundurib berganligi, ziminde terikchilik qilishning yo'llarini ko'rsatib berganligi ve insonlarning shu yo'llar orqali terikchilik qiladiganligi qatorliqlardir. İnsanlar ichidan ozgina bir qism kishilarla shu ne'matlarga shukr qiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: sizlar Allah'ның ne'matini sanab tüketelmeysizler. Kafir adam şek şübhisizki zulüm kılgıcıdır. Allah'ның ne'matlarına küfürlük kılgıcıdır. Şübhisizki biz sizlarni yarattık. Ondan sizlarni şekilga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Odam alayhisalomga farishtalarning sajda qilganligi va iblisning sajda qilishdan bosh tortganligi to'g'risida. Alloh taolo bu o'rinda Odam alayhisalomning avlodlariga Odam alayhisalomning sharifini bayon qilib va buningdagi sabab Adem avlodlarining iblisning ozdirishidan saqlanishi va uning yo'llariga ergashmasligi uchun iblisning Adem avlodiga dushman ekanligidan ogohlantirib mundaq deydi. Rabbing o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora yasilib shakliga kirgizilgan cheksiz jiringlaydigan quruqlaydan inson, ya'ni Adem alayhisalomni yarataman. Men onu to'liq yaratgan, ya'ni onu yaratib surat kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhisalomga, faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Ya'ni Alloh taolo Odam alayhisalomni o'z qo'li bilan yipishqoq loydan yaratib, chiroyli shakl kirgizgandan keyin uningga o'z ruhidan po'lab jon kirgizgan vaqtida Alloh taolo farishtalarning o'zini ulug'lashi uchun Odam alayhisalomga sajda qilishga buyurdi. Farishtalar Alloh taoloning buyrug'ini anglagan hamon Odam alayhisalomga sajda qildi, ammo iblis sajda qilmadi. Bu vaqtdagi qissa Sura Baqarada bayon qilingan edi. Bu oyat kelgan sizlarni yaratdik degan so'zdan Odam alayhisalom ko'z tutildi. Bu yerda sizlar deb ko'plik iborasini qo'llanishi
Adem aleyhisselamның insonlarning bovusi bo'lganligi uchundir. Bu oyat xuddi Muhammad aleyhisselamның zamonasidagi Isroil avlodiga Alloh taolo sizlarga bulutni soyibon qilib berdik, sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik degan oyatiga o'xshaydi. Bu oyatdagi sizlarga degan so'zdan payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi Isroil avlodi emas, balki Musa alayhissalomning zamonasidagi Isroil avlodlari ko'z tutildi. Oyatning bundaq usulda bayon qilinishi Isroil avlodining shu davrdagi ota-bobolariga berilgan ne'matlarning avlodlariga berilganligi uchundir. Ammo tuvandagi oyat yuqorqi oyatning aksisidir. Biz insonni haqiqatan layning javharidan yaratdik. Bu oyatdagi inson degan so'zdan muayyan bir inson emas, balki laydan yaratilgan Adem aleyhisselam ve lahti qondan yaratilgan Adem avlodlari bo'lib, barliq insonlar ko'z tutildi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Al-A'raf surasidan 11-oyatgacha angladinglar. Axirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.